Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, obunachilar. Mana bugun 10-may haftaning yakshanba kuni Samarqand mashina bozoridan videorolikni boshladik. Bugungi videoroligimizni o'tkazmasdan ko'ringlar. Videoga like bosinglar, obuna bo'linglar. Kimga qanaqa mashina kerak fikringizni kommentariyaga qoldiring. Shunga qarab videorolik tayyorlashga harakat qilamiz. Tepaga Instagram kanalimiz chiqadi. Instagram kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Bo'lmasa biz boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Videorolikni boshladik. 2018-yil 4 paketli metrli mashina. Aka bu avtomat mexanikami? Mexanika. 4 paketli metrli bo'lgan ekan. Salon holatlari mana 2018-yil Nexia 3. Aka bu yurgani qancha buni? 260 ming yurgan, ha? Kraski qirlari yo'q aka buni. Olli krilo, ha? Ichi o'tmagan, ha? Bitno faqat. Qaysi taraf krilo aka? Chop taraf, ha? Udar bo'lmagan, ha? Ichi o'tmagan. Shu tarafga, aka. Qayergacha bo'lgan kraska? Ha. Qirilganmi aka, nima bo'lgan? Shu udar bo'lganda shu taraf. Strashniy emas, ha? Qolgan joylar butun. Necha pul deyapsiz aka buni? 6,5 so'rayapman aka. 6,5? Naqd pul bo'lsa 6 dan past bo'ladimi aka? 6 dan past o'tib beraman aka. Necha pul bo'ladi? 5800 bo'ladi. 5800, 5900 bo'lsa bo'ladi. 5800 dan. Telefon nomeri ayting. 95lik 776 98. 76 98 ham. General ham chiqadi, ha? Takbir momo yo'q, ha? Momo yo'q takbir. Mayli aka, aloqa chiqsin. Keyingi mashinamiz Gentra 2022-yil. Detallar bu. Motor holatlari, akkumulyatorlar yangi ekan. Yaxshi holatda. Bolalar charm ham bolalar qo'ygan ekan, bolalar yaxshi holatda ekan. Salonlar salonlar kiydirilgan. 2022-yil Gentra. Ya bu qancha yurgan bu? 103 ming yurgan, ha? 103 ming yurgan. Narxi holatlar. Bularni ochib ko'rsatib o'tamiz. Orqalari yaxshi holatda ekan. Zapaskalar tushmagan. Kraska qirlari yo'q aka buni. Kraska toza, ha? Xarajat yo'q. Yo'q. Generalni ham chiqadimi dokument? Ha, chiqadi aka. Necha pul deyapsiz buni? 10 mingdan o'tib beramiz aka. Naqd pul bo'lsa qanchalar bo'ladi aka? Naqd pul bo'lsa 9,5 beraveramiz. 9,5 past bo'lmaydimi? Yo'q. Telefon nomeri ayting. 95 95lik 892 892 87 27. 87 27. Mayli aka, aloqa chiqsin. Keyingi Gentra'miz 2021-yil mexanika. Detallar bu, motor holatlari, motorlari yaxshi holatda ekan. Akkumulyatorlar yangi. Bolalar o'rtacha holatda ekan, bolalar. Salon holatlari. Aka bu qancha yurgan bu? 130 ming yurgan video registratorlar bu. Motorlar bu. 2021 mexanika. Narxi holatlari. Qilamiz ko'rsatib o'tamiz. Qilamiz holatda. Arka kameralar ham bor ekan. 2021. Aka bu kraska qirlari bor ekanmi? O'ng taraf, ha? Ichi o'tmagan, ha, krilo. Necha pul deyapsiz aka buni? 8,5 deyapman. 8,5. Naqd pul bo'lsa 8 dan past bo'ladimi aka? Kelishamiz aka. Necha pul bo'ladi aka? Narxni ayting. Naqd pul bo'lsa. Shunga qarab telefon qilaveradi. Kelishamiz deb boqsanlar. Telefon nomeri ayting. 94lik 94lik 472 472 102. 1102. Mayli aka. U generalni chiqmaydi, avtomat qilish kerak. Mayli aka, aloqa chiqsin. Keyingi mashinam Lacetti 2012-yil 1.8 motorlarga. Aka bu motorlar yo'q yemaydimi? O'zimning Lacetti'm bor, yo'q kamaytiradi, bu yo'q yemaydi deyaptilar. Metallar bor ekan. Mana holatlarni
Valla yarım çekemiz. Masalan holatlarmi? Rashid ikkinchi pozitsiya bu. Bu qancha yurgan bu? Qancha yurgan aka bu? 190 mi yurgan ha? Ochkalar qo'yilgan ekan. Aka shu bochkani shiltiraman shu. $200. Bular qo'shib berasiz ha bularni? Metalar bu. Baş eşiği bilan ikkita kalinkada bor. Eshikdan yengilgina septiradi. Shilingan. Shilingani sepib kelgan ha, eshik. Shu arqa kalinka. Ha, ikkita kalinka. Xarajat yo'q ha? Yo'q, yo'q. Kirasiga boshqa joylari yo'q. Yo'q. Necha pul deyapsiz aka buni? 6,5 deb aka. Naqd pul bo'lsa qanchalar bo'ladi aka? Ha, birini o'tib beramiz. 6 lira bo'ladi-da. O'sha aka. 6100. Bo'ladi, sizga hisoblamak. Telefon nomeri ayting. 77 lik. 77 lik 090 090 9952. 9950. Aka bu general ham chiqadi ha? Chiqadi. Mana aka aloqa chiqadi. Yangi mashinam Cobalt metallga svetlar 2013-yil. 2013 avtomat. 4-pakelini metallari bu. Mana holatlar, bular yaxshi holatda ekan. Yangi ekan far. Bular ham yaxshi holatda. Salonlar avtomat. 2013-yil bu qancha yurgan ekan bu? 270 ming yurgan aka. 270 mi yurgan ha? Yurgani halol. Aka bagaj ochib berasizmi? Samandar aka, men ochib Bagajni ochib yuboring. Bagaj ochib yuboring aka. Ha. Hozir aka holatlarni ko'rsatib o'tamiz. 10 ekanmi? Toshkent rayon generalchi ham yo'qmi? Aka bagaj ochib yuboring. Arqa holatlar, metallar bu. Arqa shuncha bo'lgan. Kraska qilari yo'q aka buni. Ne ichi o'tmagan ha? 10% kraska bo'ldi ha? 30% bu kraska. Nima xarajatlar bor aka buni? Hozir uyga kelib, benzin soch beradi. Bu 10 ekan generalni ham chiqadimi? Yo'q. General Afon. hech pul deyapsiz buni. Buni 6300 ga o'tib beramiz. Qanchalar bo'ladi aka? 6000 qilsa bo'ladi. 5800 lar bo'ladi. 5000 narx afarni qilamiz beraveramiz. Telefon nomeri ayting. 94 lik. 94 lik 537 0075. 0073. Mayli aka, aloqa chiqsa. Yangi Nexus uchunmiz. Delfin Sweet. Aka yili nechanchisi buni? 2019-yil metallar bu. 4-paketli metallar, avtomat. Bu kraska qirlari bor aka buni. Bo'ladi. Yaxshi holatda ekan. Kraska toza deyapti aka. Bir tomchi kraska yo'q. Uyda registratorlar bu. Monitorlar qo'yilgan. Masalan holatlari avtomat, radnochi hollagan. Qancha yurgan bu? 170 mi yurgan? Arqa holatlar qalarni ko'rsatib o'tamiz. Nexus so'ragan bo'lasiz. Shu Nexus. Arqa holatlar, yaxshi holatda. Bolalar ham yaxshi holatdagi bolalar. Aka bu kraska toza ha? Bu generalni ham chiqadi dokument? Yo'q. Afon qilish kerak ha? Nech pul deyapsiz aka? Ilojini qilsak bo'ladi. Generalni ham bo'ladi ha? Nech pul deyapsiz aka buni? Oxirgi taqilgani 7. Bundan past bo'lmaydi. Yo'q. Telefon nomeri ayting. 93lik 93lik 247 347 40 33. 40 33. Kraska toza, bir tomchim yo'q, bitma ham yo'q. Kraska toza, balonlar normal, metan gaz, yangi akkumulyatorlar, hech qanaqa ishi yo'q. Mayli aka, aloqa chiqsa.